Qadim zamonda mashriq tomonda xasis bir boy yashagan ekan. Undan tashqari u o'ta tarbiyasiz ekan. Boyning ajoyib tulpori bor ekan. Boy tulporini shu qadar yaxshi ko'rganidan unga oltin taqa qoqtiribdi, tilla tush qo'ydiribdi, uni hatto oltin qafasda saqlar ekan. Boy shunchalik ziqna ekanki, otni qo'riqlash uchun bechora bir cholni kuniga atiga yarim tangaga yollabdi. U yog'i nima bo'lganini ko'ring endi. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Ko'rib quradi, o'g'irlashdi, tunab ketishdi. Endi nima qilaman? O'g'rini topinglar, topinglar. Sen aytasan emasga, agar topmasa, Bu esa Botir, ajoyib yigit. Assalomu alaykum. Boyota, otamning bir qoshiq qonidan keching. Istasangiz tulporingizni men topib kelaman. topib kel. Senga 3 kun muhlat beraman. Topolmasang, bilib qo'y, otangni kallasi ketadi. Otasini zindonband qiling, o'g'li esa ko'chaga uloqtiring. Voy. Shunday qilib Botir yo'lga tushdi. U bepoyon dalalardan, jazirama cho'llardan o'tibdi, baland-baland tog'lardan oshibdi. Barcha qiyinchiliklarni mardonavor yengibdi. Tinchlikmi bolam? Qornim ochdi. Tamada qilib olsam yaxshi bo'lardi-da. Mayli, ovqatlan o'laqa. Bu esa sehrgar. Qolaversa, ularni ham qonni ochadi. Assalomu alaykum bobojon. Va alaykum assalom. Qalin nondan oling. Rahmat. Baraka top. Yo'l bo'lsin bolam. Ziqna boyning yaxshi ko'rgan tulporini izlab yuribman. Agar 3 kun ichida topmasam, u otamni o'ldiradi. Mana 2 kun qoldi. Bu oson ish emas. Sen menga nom berganing uchun bir sirni ochaman. Tulporni qora ajdar o'g'irlab, uni o'z makoniga yashirib qo'ygan. Qora ajdar esa uzoqda, Ilon tog'idagi g'orda yashaydi. Lekin shu paytgacha uni hech kim yenga olmagan. Ajdarni yengishni biron yo'li bordir axir. Uni sehrli qilish sovg'i yengishi mumkin. O'sha qilichni qayerdan topdim endi? Jasur yigitning qo'lida oddiy tayoq ham qilichga aylanadi. Endi sen sehrli kuchga ega bo'lding. Esingda bo'lsin, sening kuching mana shu qilichingda. Uni hech kimga berib ko'rma, aks holda kuchingdan ayrilasan. Dahshat. Axir qilich Botir Ilon tog'iga yetib ketdi. Voy qora ajdar, g'orda yashirinib yotmay chiq bu yoqqa, ot o'g'risi. Bu yerga nega kelding odamzod? Yo kallang kananga o'g'irlik qilyaptimi? Yaxshilikcha tulporni qaytar. Qo'lingdagi zot bor. Hali ucharkanam-ku bu.
tulporini qaytaraman. Yana o'g'rilik qilasanmi? Yo'q. Xo'sh, endi nima qilmoqchisan? Anu boruni mayda hayvonot bog'iga ishga kiraman. Bu boshqa gap. Endi qorangni o'chir. Rahmat aka. Kimsan, ey Parizod? Men bir yetimman, ismim Oqbilak. Meni qora ajdar o'g'irlab kelgandi. Sen esa yuragimni o'g'irlading. Shunday qilib Qilich Botir ajdarni yengib, tulporni ozod qildi va o'z baxtini topibdi. Bu paytda esa boyning saroyida To'xtang. Men va'damni bajardim, boy ota. Mana tulporingiz. Endi otamni ozod qiling. O'g'lim. Otajon, bu meni qallig'im. Bizga oq fotiha bering. Yo, bu hali hammasi emas. Eng qizig'i endi boshlanadi. Boy Oqbilakni yaxshi ko'rib qopti. Uni Qilich Botirdan tortib olishga qaror qildi. Bu yalanga yog' shunday nozaninning tengi emas. Bunday ajoyib gul faqat mening bog'imni bezab turish kerak. Kuch bilan ololmasam, hiyla ishlatib olaman. Shunaqa. Razil va qabih ishlar agentligi aloqada. Men Jahongashta folbinman. Qo'lingni ber qizim, bir fol ochib qo'yaman. Bahodirlikda tengi yo'q, qallig'ing bor ekan. Lekin yaqinda qallig'ing og'ir dardga chalinib dunyodan ko'z yumadi. Uni bu darddan xalos qilish mumkinmi? Qallig'ingni kuchi qayerga yashiringanini bilib, o'sha narsani bu yerga olib chiqsang, men duo o'qib uni bu balodan xalos qilaman. Bor. Aziza, yana biroz uxlay. Sizdan bir narsani so'ramoqchiman. Faqat rostini ayting. Kuchingizni siri nimada? Ayollar. Qiziquvchiligingiz yaxshilikka olib kelmaydi. Qilichimni ko'ryapsanmi? Kuchimni siri mana shunda. Mana bu jon, qallig'imning kuchi aynan mana shu qilichda ekan. Boy Oqbilakni o'g'irlab, dang'illama to'y boshlabdi. O'g'lim, ko'zingni och. Yovuz boy qallig'ingni o'g'irlab ketdi. Qilichingni ol, battolni jazosini ber. Ilojim yo'q, ota. Meni kuchim qilichimda edi. Jasur yigitning qo'lida tayoq ham qilichga aylanadi. Na, Azizim, Azizam, men hozir. Yo'q, qo'rqmanglar. Qilich Botir boyi ham, Yalmoz kampirni ham o'ldirmabdi, chunki u rahmdil insonda. Qilich Botir ularni hayvonot bog'iga, qora ajdarning yoniga jo'natibdi. Baxtingdan ochaymi? Baxtingdan ochaymi?
ana endi chindan ham film tugadi.